Zafar, yaxshi keldingizmi? Rahmat yana, yaxshi. Sen boraver. Bizni gaplashadigan gapimiz bor, ha? Mayli, xo'p. Endi ukam, meros masalasiga kelsak. Bilasan, seni o'qitdim, ishga joyladim. Uchastka, dacha, mashina menga. Senga bir xonali kvartira. Rozimisan? Mayli aka. Siz nima desangiz shu. O'rtoq, meros masalasini nima qildingiz? Uchastka, dacha, mashina erimni nomiga o'tdi. Zo'r bo'pti. To'ydan keyin olingan uy-joylarga endi seni 50% ga ega chiqasan, o'rtoq. A? Bu degani o'rtoq, endi ajrashsang 50% uy-joy taniki degani. Mana hayotimda ham shunaqa bo'ldi-ku. Yo'q-e. Begona qizlarga like bosib yuribsizmi? Yo'q joydan urushga olamagan. Bu yo'q joydan urush kovlashmas.